Assalomu alaykum. Qanaqasizlar? Yaxshimisizlar? Bugun mana ishdan qaytib, vaqt bo'lganda qisqacha qilib, tezroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Bu yerda sizlarda ko'pchiligingizda dasturchi yoki kompyuter soatxonligi mukammal deb bilmaganim uchun iloji boricha osonroq nimaga bu qanaqa degan savollarni javobini bermasdan ketaman. Shunchaki shuni qilishni o'rganaman. Tezroq to'y bo'layotgan odam shunday olib tez o'ziga kerakli joyini to'g'irlab turib, keyin qolganlarga tashlab berish uchun. Xo'p, birinchi navbatda biz faylimizni Telegramdagi faylni ochganimizdan keyin hozir mana invitation degan faylimiz bor. Bu faylning ichida shu narsalar bo'ladi. JS ga kiradigan bo'lsak, birinchi shu config.js ni ochib olamiz. Qanaqa programmada ochadigan bo'lsa, misol uchun menda mana VS Code da ochiq, bu fayl config.js, VS Code ana kursorda. VS Code mi, text editor mi farqi yo'q. Sizlarda ham shu ma'lumotlar kelib chiqadi. Bu yerda o'zgartiriladigan narsalar misol uchun kuyovni, kelinni ismlari, to'y qaysi kuni bo'lyapti. Mana shunaqa formatda bo'lishi kerak. Yil, oy, kun, soat 5:00 o'rtacha 6:00 da bo'ladimi? Shunga qarab o'zgartirasizlar. Keyingi navbatda kuni, qaysi kuni bo'lishi. Bu yerda programma uchun, bu yerda ko'rsatish uchun. Misol uchun o'zingizlar yozib qo'yasizlar. 10-oktyabr 26-yil soat 7:05 dushanba kuni. Taklifnoma, bizning to'yimizga marhamat qilib tashrif buyurishingizni so'raymiz. Bu yerdagi tekstlarni o'zingizlarga moslab, she'r yozasizlarmi, nima qilsanglar, shunga qarab o'zgartirib ketsanglar bo'ladi. Men bunaqa VS Code yoki shunaqa kod editorlarda qilishning yaxshi tarafi, nimadir o'zgarish qilsangiz, sirasi ko'rinib ketadi. To'g'ri qilyapmanmi yo'qmi degan narsani bilish uchun. Bu yerda rasmlar, esinglarda bo'lsa shu 4 ta rasm bor edi. Boshdagi glavniydagi rasmlar 5 ta, muzika. Shu narsalarni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Hozir birato'la bitta taklifnomani ochib, sizlar bilan o'zgartirib ko'ramiz. Ochganimizda mana Sardor va Malika 12-oktyabr 2026-yil ismlarini o'zgartirib ko'ramiz. Xo'p, Sardorni misol uchun Temur qilamiz, Malikani Sevara qilamiz misol uchun. Keyin ko'ramiz. Temur, Sevara o'zgardi. Endi sanasini o'zgartiramiz. Oktyabr bo'lsa, noyabr 12 qilaylik. 12-noyabr. Qaysi kunga to'g'ri keladi? 12-noyabr. Bizda noyabr 12. Payshanbaga to'g'ri kelar ekan. Payshanba. Endi ko'ramiz. 12-noyabr 2026-yil. Taklifnomani ochishimiz. Muzika qo'yiladi. Mana 12-noyabr 2026-yil to'yimizga taklif qilamiz. Vaqtlari o'zgardi. Rasmlar bor. Buni o'zgartiramiz. Xo'p, tekstda to'yimizga marhamat qilib tashrif buyurishingizni so'raymiz. Hayotimizning eng baxtli kunida yonimizda bo'lishingizni, quvonchimizga sherik bo'lishni astoydil, masalan, chin ko'ngildan deymiz. Shuni misol uchun chin ko'ngildan xohlaymiz. Astoydilni chin ko'ngilga o'zgartirdik. Xo'p. Mana chin ko'ngildan xohlaymiz. Astoydilida o'zgardi tekstlari ham. Xo'p, keyin to'yxona manzili. Bog'i Royxon deyapti. Shuni Yakkasaroy deydi. Yakkasaroy to'yxonasi. Adresda o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Googledan olib, mana misol uchun bu yerda Yakkasaroy tayyor ochib qo'yganman. Share qilishni bosamiz. Bu yerda mana ko'rsak bo'ladi. Abdulla Qahhor ko'chasi
Yandexdan o'zbekchasini ko'rib olsanglar ham bo'ladi. 40-uy ekan. Xo'p. Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Abdulla Qahhor ko'chasi, Abdulla Qahhor ko'chasi 40-uyda. 40-uy. 40-uy. Endi bizga bu yerdan to'yxonani linki kerak bo'ladi. Mana shu yerda bossak, link chiqadi, kopiya qilamiz. Bitta bosganda, knopkani bosganda o'sha manzilga olib borish uchun kursorga kiramiz. Bu yerda mana ikkita URL bor, ikkinchisiga qo'yamiz. Mana buni qo'ysak, nima o'zgaradi? Endi to'yxonani mana endi bu yerda qaranglar. Bizda tepadagi rasm xalqlar do'stligini ko'rsatyapti. Yo'nalishda bosadigan bo'lsak, bizga Yakkasaroyda ochib beryapti. Endi biz bu yerda ham Yakkasaroyda ko'rsatishni xohlaymiz. Shuning uchun embed map degan tarafiga o'tamizda, bu yerdan mana shu linkni olamiz, lekin to'liq olmaymiz. Buni olganimizdan keyin mana HTTPS dan boshlangandan keyin width degan joyi bor. Shu widthgacha mana shu undowgacha olamiz. Ketdik. Widthdan oldingi undowgacha HTTPS mana. Endi buni tepadagiga qo'yamiz, embedded URL ga. Shuni qo'yamiz. Qaytamiz, tekshiramiz. Ko'rdinglar, mana Yakkasaroyga o'zgardi bu. Ochganda ham shu Yakkasaroyni ko'rsatib turadi. Yo'nalishda olganda ham shu. Bu yerda mana Yakkasaroy to'yxonasi, manzili, bu yerda knopkalari boslandi. Endi ismlarini Temur bilan Sevara, pastda Sardor Malika turibdi. Buni ham o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Esinglardan chiqmasin. Bu yerda mana Sardor Malikani Temur Sevara qo'yamiz. Sizni kutamiz. Kelgan. Mana Temur Sevara. Xo'p, muzika, rasmlar qolyapti bu yerda. Bu yerdagi rasm qolyapti. O'zgartirish kerak bo'lgan narsalar. Ularni qayerdan o'zgartiramiz? Ularni faylga kiradigan bo'lsak, bu yerda assets bor. Assets ga kiradigan bo'lsak, rasmlar. Mana shu rasm, mana bu hero degani bu yerdagi rasm. Cover. Mana bu pastdagi rasmlar. Mana bu rasmlar. Endi qaysi birini o'zgartirmoqchi bo'lsak, o'zimiz rasmimizni olib, shu ism bilan yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu birinchi variant. Yoki bo'lmasa boshqa rasm ko'radigan bo'lsak, misol uchun couple photos deydigan bo'lsak, rasmlarga kiramiz. Misol uchun endi bu yerda baribir o'zingizlarning rasminglar bo'ladi. Mana shu rasmni olamiz. Save image as desktop projects invitation assets images. Bu yerda ismni couple 2 jpg formati boshqacha ekan, o'shuning uchun ehtimolga qarshi bunisini ham olib qo'yaylik. Save image couple 3 yana bitta rasm kerak bo'lar ekan. Couple tur. Xo'p, bizda rasmlarni joyladik. Couple.
Bu yerda endi qanaqa rasm nima qo'yasizlar, o'zingizlarda rasminglar bo'ladi-da, o'zbekcha yozasizlarmi, inglizcha farqi yo'q. Shu yerda rasmda nom bo'ladi. Endi faylimizga kiramizda. Bu yerda mana couple jpeg deb qo'ygan joyi bor. Couple image. Shuni ismini o'zgartirish variantimiz bor. Shu yerdan misol uchun 2 ni qo'yaman. 2 ni qo'yganimdan keyin kirib ko'raman. Hop. Couple 2 rasmini o'qimabdi. Biz hero demi. Hozir bitta ko'rib olaydi. Couple bunisi ekan, pastdagisi ekan. Mana o'sha o'zgargan. Endi hero bu ekan. Endi heroga couple qaysi rasmimiz bor? Couple tour web p degani bor ekan. Hop, shuni o'zgartiramiz. Heroga couple tour web p. Mana rasm o'zgardi. Bu bitta yo'li. Xohlasanglar rasmda ismini bu yerdan o'zgartirib qo'yasizlar yoki-da bo'lmasam bu yerdagi fayllarda nomini o'zgartirib qo'yasizlar. Mana misol uchun men shuni couple'da shu rasmda yoki bo'lmasam hero'ya mana shu hero'ni o'chirib yuboraman. O'chirib yuboramanda endi men buni hero deb qo'yaman-da. Qani mana shuni rename qilib hero deb qo'yaman. Endi qaranglar. Fayl mana shu hero deb nomlab qo'yganim uchun endi buni ko'rsatishni boshladi. Shuning uchun ikki xil variantda qaysi bir qulay bo'lsa, o'zingizlarga shuni qilsanglar bo'ladi. Yo, rasmiylarda ismini shotdagi bilan bir xil qilib couple bo'lsa couple'ga, hero bo'lsa hero'ga o'zgartirsanglar bo'ladi yoki bu tarafdan config.js ichidan ismini, mana bu yerdagi rasmlarning ismini o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda rasmlar ham bir xil. Misol uchun hammasida 1 2 3 4 turibdi. Shularni hammasini bir qilib qo'yadigan bo'lsam, 1 endi kiramiz. Xo'p, mana ko'ryapsizlar? To'ralar rasmi bir xil bo'lib qoldi, chunki u yerda men nomini o'zgartirib qo'ydim. Sizlarda ham shunaqa o'zingizlarda rasmiylarda nomini shu yerga yozib qo'ysanglar bo'ladi yoki bo'lmasa bular shundayligicha turaveradi. 3 2 1 sizlar o'zingizlarda rasmiylarning nomini shunaqaga o'zgartirib qo'yasizlar. O'zi borini o'chirib yuborasizlar. Xo'p, bizda o'sha to'yda ismlari, kunlari, tekstlari, adreslari, rasmlari bo'ldi, muzika qoldi. Muzikani endi faylning ichida muzikada ham xuddi shu narsa bo'ladi. Misol uchun muzikda song deb qo'yganman. song.mp3. Xohlasanglar yana bitta o'zingizlarga yoqqan qo'shiqga kirib song.mp3 deb saqlanib qo'ysanglar bo'ladi yoki bo'lmasa boshqa muzika, misol uchun Ozodbek Nazarbekmi yo To'ybobmi deb yozilgan muzika bo'lsa, to'ybob.mp3 bo'lsa, mana shu yerga to'ybob mp3 deb yozib qo'yasizlar. Bo'ldi. Uje saytinglar, sizlarda uje taklifnomalar tayyor. Endi keyingi savol, buni qanaqa qilib qolganlarga beramiz? Qolganlarga tashlab beramiz link sifatida degan savol bo'ladi. Uning uchun bizga Netlify kerak bo'ladi. Hozir bizning saytimiz o'zimizning kompyuterimizda ishlab turibdi. Mana bu yerda ishlab turibdi, ko'rsatadi, ishlaydi. Lekin bizga har doim 24 soat ishlab turadigan, kimdir link bilan kiradigan bo'lsa, adres bilan kiradigan bo'lsa, ko'rsatadigan bo'lish kerak. Shuning uchun bizga tekini bor, pulligi bor. Sizlarga tekinini o'rgataman. Netlify'ga kiramiz. Mana shu sayt netlify.com. Registratsiya qilasizlar. Bu mutlaqo tekin. Pulli tariflari ham bor. Lekin bizga tekini yetib ortadi. Misol uchun kirganinglardan keyin shunaqa bo'ladi. Bu yerda proyektlar bor menda. Sizlarda endi bo'sh turadi. Add new project qilamiz. Add new project qilamizda ikki xil variant bor. Bu yerda faylni tashlasak bo'ladi. Men endi invitation'da o'zgartirdim. O'zgartirgandan keyin buni yuklab qo'yaman. Kutamiz ozgina.
mana уже bizaga link berdi. Mana shu narsa bitta bosadigan bo'lsak, mana Temur Sevara. Bo'ldi. Bizada tayyor. Vermilion Coffee mashina olib tashlaydigan bo'lsak, Telegramga sizlarda pastida to'yga taklif qilaman, ism familiyalari Temur Sevara shunaqa bo'lib ko'rinadi. Keyingi qilinadigan ish bu, agar yoqmaydigan bo'lsa, o'zinglar uchun, to'y uchun domen sotib olsanglar bo'ladi. Endi qanchalik kerak bilmadim, mana bu linkni o'zi ham yetarli bo'ladi. Misol uchun eskiz o'ziga kiramizda Temur Sevara to'y deydigan bo'lsak, mana Temur Sevara to'y mashina adashmasam yiliga 28 ming so'm. Bitta sotib olasizlar, bir yildan keyin o'sha atmen bo'lib ketadi. Shuni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Uni qanaqa qilib qilinadi? Sotib olganinglarni bu yerda saytdan ro'yxatdan o'tasizlar. O'tganinglardan keyin domenninglarni ichiga kirib turib, DNS yozuvlarini o'zgartirishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, menda proyektlar bo'lgani uchun u joylarni ko'rsata olmayman, lekin kimdir shu narsaga qilmoqchi bo'lsa, kommentlarda yozsanglar, uni instruksiya qilib tashlab qo'yaman. Chunki hozir menda proyektlar bo'lgani uchun IP adreslar, qolgan narsalar ko'rinib qoladi. Shuning uchun ichiga kirib ko'rsata olmayman, lekin shu saytdan mana domenni sotib olamiz. PMI nima orqali o'sha joylarni ko'rsating. Temur Sevara. Savatchaga qo'shishni bosamiz. Mana 29 ming so'm chiqar ekan bir yiliga. Shaxsiy ma'lumotlarni ko'rsatib, PMI klik orqali to'lab olsak, shu bilan bu domenni ishlatsak bo'ladi. temursevara.uz ga kirganda bizada shu taklifnoma ochadigan qilsa bo'ladi. Bu joylarni ham qilmoqchi bo'lganlarga aytganimdek yordam beraman. Kommentlarda qayerda, misol uchun YouTube'da ko'rsanglar, YouTube'da yoki Telegram gruppada bo'lsa, Telegram gruppaga yozsanglar, bemalol javob berib o'rgatib turaman. Qolgan общий proses bo'yicha ham misol uchun savolinglar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam beraman. Hammalarga, endi to'y bo'layotganlar bo'ladi asosiysi. Baxtli hayot tilayman. Xudo xolasa boshlayotgan turmushinglar xayrli, barakali bo'lsin. Sog'lik, sog'liqli farzandlar. Xullas, hamma yaxshi tilaklarim sizlar uchun. Vaqtinglarni ajratganinglar uchun rahmat. Agar qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman.